Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak hadisi shariflari: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Man qara'a suratal qadri u'tiya thawabu man sama Ramazona va ahya laylatal qadri kaza fi ruhil bayan. Tafsiri Ruhul Bayonda ushbu hadisi sharif sura Inna anzalna surasining fazilatlari haqida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kim Qur'ondagi Qadr surasi Inna anzalna surasini o'qisa, Alloh jalla va ala Ramazon oyida roza tutganlarning savobini unga beriladi. Ramazon sharif kunlarida Qadr kechasida uxlamay ibodat qilganda savobi unga beriladi. Estaizu billah. Inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Bir marta o'qisa Ramazon sharifda roza tutganlarga beriladigan savob beriladi va hamda Qadr kechasida uxlamay ibodat qilganlarga savob qancha yozilsa o'quvchiga shunaqa beriladi deyapti. Man qara'a suratal qadri 100 marra adkhalahu Allahu ismahul a'zam fi qalbihi va yad'u zalika al-'abdu bima sha'a taqdi hawaijuhu. Qadr surasini bir odam 100 marotaba o'qisa, Alloh jalla va ala u bandani qalbiga ismi a'zamni kirgizib qo'yadi. Banda shu ismi a'zam bilan duo qiladi, xohlagan narsasini so'raveradi, uni hojatlari, mushkulotlari oson va yengil bo'ladi degan. 100 dona o'qisa, mana shu Inna anzalnadi 100 dona o'qigan odamning qalbiga Alloh ismi azamni Xudodan so'rasa shu ismini aytib turib, o'zidan o'zi ijobat bo'laveradi. Demak, Inna anzalnadi 100 ta o'qib turib duo qilsangiz, xotirjam duoingiz ijobatligiga shubha qilmay qo'yaring deyaptilar. Alloh nasib qilsin hammamizga.